От нас уже Узбекистан убежал вперед на лет 15. Qozog'iston nashrlari o'zbeklar ulardan 15 yil oldinlab ketganligini e'tirof etishmoqda. Xususan qozoq nashrlari quyidagicha yozmoqda. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati finalida O'zbekiston chempionlikni qo'lga kiritdi. Maydon egalari bilan kechgan hal qiluvchi bahsda qo'shnilar 2 futbolchisiz o'ynashgan bo'lsa-da, 2 ta gol urib kubokni yutib oldilar. Endilikda jamoa 2025-yil noyabr oyida Qatarda bo'lib o'tadigan U17 jahon chempionatida ishtirok etadi. Bu O'zbekiston uchun yoshlar o'rtasidagi 4-jahon chempionati bo'ladi. Qozog'iston Premyer Ligasining 5-turi doirasida safarda Ordabasi klubidan mag'lub bo'lgan Jetsu jamoasining bosh murabbiyi Samat Smakov qozoq futbolini keskin tanqid qilgan. Har yil ahvol yomonlashib pasayib bormoqda. Agar bu tartibsizliklar davom etsa, biz hech qachon jahon yoki Yevropa chempionatiga chiqa olmaymiz. Qarang, qo'shni o'zbeklar, ular bizdan 15 yil oldinda Tojikistonning o'smir futbolchilari jahon chempionatiga boradi. Biz esa hamon o'sha botqoqda qolganmiz, dedi u.